Uyam, sen bilan shuncha payt o'tib, endi sen bilan xaylash vaqtiyam keldi. Shu qishloqda boshidan beri shu uyimda yashayman-da, bekor qo'ymoqchiman. Lekin boshqa vaziyatim ham yo'q, chunki uyim judayam eskirib ketgan, chunki u ta'mirlamaganman. O'shaning uchun men ustalarni chaqiraman, ta'mirlayman, vaqtinchalikman boshqa uyda yashab turishga qaror qildim. 1-2 oy boshqa uyda yashab turaman, quruvchilar keladi, qurib ketadi, bo'lsa ta'mirlab ketadi quruvchilar. Ko'rsam bo'ladi o'zim uyga. Zerikaman, mani uyim zerikaman. Botib ketdi bo'lmasa, men birinchi bo'lib bu narsalarni olib chiqishib ketishim kerak. Albatta uyimga zamoz qo'yish kerak. Chunki tashlab ketilgan uyda odamlar kiraveradi, qishloqlar bilasizlar, yo'q qishloqlarga kirib ketaveradi. Shuning uchun bu yoqqa zamok osib qo'ydim. Opa, ana bo'ldi. Endi uyimda ichidagi narsalarni hammasini olib chiqishim kerak ko'chaga. Keyin ko'rsam ham bo'ladi vaqtinchalik. Albatta o'zlarini chaqirishim kerak, ustalar kirish kerak bu yoqqa. Qanaqa olib chiqsam endi bo'ladi. Sandiqlarni qanaqa olib chiqaman endi, mayli ko'tarishim kerak. Birinchi bo'lib ham kalovat ko'taring. Damincha og'ray, nima bo'ldi? Ay boshim. Hammaga salom do'stlar, men otim Kompoti, meni yangi videomga xush kelibsizlar. Tushunmadim do'stlar, men fakirlik qaranglar. Hozir kulish vaqti emas, xullas qanaqadir ovoz eshitdim. Men ko'chadan kimdir baqirgan ovoz eshitdim. Pars qilgan ovoz eshitdim. Mandir portlagan ovoz eshitildi do'stlar, men tushunmadim. Shuning uchun sizlarga video ko'chaga qaramoqchiman. Yo'q, mana bu turgan ekan. Mana bu yerga qulab tushdimi deyman-da, yer qimirladimi deyman-da, yomon portladi, lekin kimdir baqirdi, yana tushunmadim, lekin kim baqirganidan. Yo'q, cho'ta bo'tda ham hech nima narsa qulamagan, nima qo'yishni mumkin-a? Yo'q, qo'yishni mumkin, namcha g'alati bo'lib ketgan. Rostdan men qo'yishni mumkin, vashga g'alati bo'lib bizilib yotgan ekan, qo'yishni mumkin. Menga yetuvdi-ku axir. Qo'yishni uydamisan? Nezamok osib turibdi, bo'tda ketganman. Menga xullas do'stlar bir hafta oldin aytgan edim, men ko'chmoqchiman, 1-2 oy, 3 oygami vaqtinchalik qo'shmoqchiman. Quruvchilarni chaqirib bo'ta ta'mirlamoqchiman deyotdi. Balkim o'shan ketgandir, nima deysizlar do'stlar? Qo'shni ochiqol yo eshik yopiq do'stlar, qanaqa endi? Uydamisan, o'z ketganmi deyman-da. Yordam beringlar. Nima deyapti do'stlar? Nimadir eshitildi hozir menga. Mana mashina kimdir ovoz eshitildi. Sizlarga ham eshitildimi? Cho'ta kimdir kelinglarmi nimadir dedi, lekin yaxshi eshitolmadim boru. Cho'ta qishloqmi deyman-da, yo'q, cho'ta bo'ti eshitma ko'rinmayapti baribir. Zamogga qaranglar, osib qo'ygan. Zamog kim osib qo'ygan? O'z qayjini zamog osib qo'ygan. Oynadan ham eshitma ko'rinmayapti. Do'stlar, men buni qaranglar, balkim oynani sindirsamki, oynani ham sindira olmayman-da, boru men hech nima yo'q. Cho'ta quruvchi ishlar ketmayapti. Quruvchilar bormi deyman-da, bo'ti yo'q, quruvchilar yo'q ekan. Yordam beringlar. Nima deyapti? Kimdir gapiryapti do'stlar, mana shu uy ichidanmi? Qo'riqlovchilar emas, yana eshik yopiq qo'y. Ochinglar, kimga yordam kerak? Nima? Qishloq ovozi eshitilyapti. Qishloqning ovozi bu 100% do'stlar, qishloqqa gapirdi hozir. Hozir ochaman deya olib bo'lmam, zamok ocholmayapman. Qanaqa qilib endi bu zamok ochsam bo'ladi, qanaqasini qutqarsam bo'ladi? Do'stlar, hozir yordam kerak bo'lsa-chi? Yorosdan ham yordam kerak bo'lsa-chi, qanaqadir g'alati gapirdi. Politsiyaga chaqirishim kerak men do'stlar. Men hozir politsiyaga chaqiraman. Cho'ta hech kim yo'q. Ochasizlarmi bugun yo'qmi? Obbo, politsiya ochmayaptimi? Yo'q, ochmayapti. Bilmadim nimaga ochmayapti. Qo'shningiz aytdi, xavotir oldi, qo'shningiz eshikni ocha qoling. Hech kim javob bermayapti. Politsiyaga hamkasb hech kim yo'q ekan, ketdi bo'tda. Yo'q, ketmanglar, rostda men qo'yishnim bo'shatdi. Meni qo'yishimga yordam kerakdir, balkim hushdan ketib qolgandir. Iltimos, men eshikni ochib beringlar, men zamogga buzib beringlar. Biz qonuniy emas bu zamogga buzish. Agar 4 kun o'tgandan keyin bizsa bo'ladi bu zamogga. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videongizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak.
Politsiyskilar nima deganinglar? Axir to'g'ri-ku, bunaqa bo'lishi mumkin emas. Balkim hushi o'zayotgan bo'lsa, yordam kerak bo'lsa aytishi. Uzru, lekin biz hech narsa yordam bera olmas ekanmiz bu payt. Nu, politsiyskimisiz? Kimsiz? Qochib turing o'zman. Biz olmayman ne bor u bu zamoqqa. Ketdi bo'lmasa, uzr so'raymiz. Afsuski o'xshamaydi. Qanaqa o'xshamaydi? Uf, do'stlar, nima qilsam bo'lar ekan? Qanaqa qilib bu ishni ochaman? Balkim rostram, balkim emas. 100% qo'yishimga yordam kerak. Necha marta gapirdi, necha marta yordam so'radi. Politsiyskilar yordam bera olmas ekan. Agar mana shu ishi o'sha yerda to'g'ri kun o'tsa, keyin bizish haqqi bor ekan ularda. Minecraftda shunaqa qoida bor ekan. Qanaqa ochaman endi bu ishini tushunmayman-da do'stlar boru. Bitta cho'tki fikr o'ylab topdim. Axir eshik ochadiganlarga telefon qilsamchi. Hozir bo'lmasa xususiy odamlar bor-ku. O'xshatdim, iltimos eting. Chota bo'tdi, sal qiyiroq ekan, o'xshamayapti. No, chota bu zamok juda ham eski ekan, to'g'risini aytsam. Obbo, ishim ham ko'rinmayapti. Iltimos ochib bering, chapga, o'ngga qilib qanadir ochib bering. Sabr qilib turing, menga aql o'rgatmay turing, men bilaman-ku. Yo'q, chota bu вообще o'xshamayapti, to'g'risini aytsam. Harakat qilmayman, bu zamok juda ham eski ekan, zanglab ketgan. Uf, do'stlar, men eshik ochadigan chaqirsam ochib bermayapti-da, boru mana qaranglar. Yo'q, bunaqa o'cholmas ekanman. Bo'ldi, uzr so'rayman, men ketdim, bo'lmasa o'zim ishlarim. Bu ochsa bo'lmaydi bu zamok, to'g'risini aytsam. Chunki eskirib ketgan, faqat kalit bilan ocha olasiz. Voy, kalit axir qishloqda-chi, no, rahmatga kattakon bo'lmasam. Bu ham foydasiz bo'ldi. Eshik ochadigan odam ham ochib bermadi, politsiyskiy ham ochib bermadi, hech kim ochib bermayapti. Qanaqadir o'zim qilib ochishim kerak, o'zim bilib ochishim kerak. Lekin qanaqa qilib do'stlar? Axir eshik ochadigan ochib bermagan bo'lsa, politsiyskiy yordam bera olmagan bo'lsa, yordam berardi. Oddiy biz tashisa bo'lardi. Rostdan ham yordam kerak bo'lsa qishloqiga. Nimaga shunaqa qoida bor edi Minecraftda bilmadim. O'yla, kompot nima qilsa bo'ladi. To'xtanglar do'stlar, axir bu zamokda men bitta cho'tki narsa o'ylab topdim. Qaranglar, sizlarga aytaman, mana zamok, mana zamok ichkari tomonga o'tdan o'tsa bo'ladi demak. Mana qaranglar, ko'rinib turibdi. Narigi tomoni. Demak, bitta narsa olsa bo'ladi, qishloqdan va harakat qilib ko'rsa bo'ladi. Ketdim bo'lmasa. Hozir qarab turinglar. Salomon qishloqqa. Salom kapot, nima kerakida? Qishloqqa bitta narsa bo'lib qoldi. Qishloqqa tushib ketdi, uyi buzilib ketdim bilingan. Qanadir ovoz, xullas senga kiroyat beraman. Sen eksperiment xotiding, kichkina bo'ladigan konfeta bor edi, o'shani berib tura olasanmi? No, mayli berib tura olaman. Mana nima kerak ekan o'zi? Kiroyataman. Katta bo'ladigan konfeta bormi bundan keyin? Katta bo'ladiganmi? No, mayli, mana ol kapot. Rahmat, qishloq sang kattakon. Xullas qishloqda bitta katta muammo bo'lib qoldi. Mazasi qochib qoldim bilmayman. Senga qaytarib beraman keyin. Xullas rahmat kattakon. Xullas do'stlar, men kichkina bo'ladigan konfeta olaman-da, zamok narigi tomonga qarab turibdi-yu, to'g'rimi? O'sha zamok ichidan kirib olaman. Kichkina joyi bor-ku. Oppa. Tushib ketdim. Qanaqa chiqaman endi? Obbo. To'xtab turinglar ozgincha, hozir katta bor va yoqib turamiz. Botdan kichkina bo'l, lekin kichkina bo'lsa ham baribir o'xshamaydi, to'g'ri, nimadir qilishim kerak. Qaranglar, kichkina bo'laman. Tepaga yetmaydi-ku, zamogga yetib olishim kerakman. O'shaning uchun men kichkina bloklar olishim kerak. Ana bo'ldi, men mini bloklar oladigan bunaqa narsa olib keldim. Bularni hozir men olaman, ishaq qo'yaman. Menga bunaqalardan juda ham ko'p kerak. Даже bitta stakdan ham ko'p, bitta stakdan ko'p kerak emas, to'g'ri? Ozgincha, lekin men kerak bo'lib qoladi. Mana shuncha yetsa kerak. Qani endi ketdik, mana shu qo'yamiz, mana shundan zina qilib ketaveramiz. Shunaqa do'stlar. Qani boshlaymiz. Tezroq bo'lish kerak do'stlar. Qishloqqa ovoz ham chiqazmayapti. Hammasi yaxshimgina qo'rqib ketaman, lekin qishloqqa baribir tez yordam ham chaqirib qo'yish kerak bu yoqqa. Bu yoqqa qo'yamiz. Tez zamokda o'rtas joyi bor-ku, ochuv joyi. Storovni uyga qarab turgan ekan, yopilmagan ekan. Yushatdan bemalol kirib ola olmayman. Endi botdan chiqamiz, lekin zamokga kirib olish ham qiyin bo'ladi do'stlar, to'g'risini aytsam. Bilmayman buni qanaqa sekinroq, bilmayman buni qanaqa qilaman. Tepaga qilamiz. Birinchi bo'lib men zamokga tepasiga turib olishim kerak, qulf tepasiga. Davay chiqamiz bu yoqqa. Bo'ldi, zamok bilan bir olim sakraymiz, bo'ldi. Qulfni pastga tushishim kerak endi. Hozir ko'rsataman, sekinroq yomon tushib ketsam bo'ldi, tamom bo'ladi, chunki katta
bo'lish bossa o'rgilmasam yana qaraylik do'stlar. Men qulfda ko'rib tursa to'g'rimi. O'sha yoqqa sekingina kirib tushib olishim kerak. O'sha yoqqa kirishim kerak sekin. Ha, mana shu yoqqa. Davay kir. Ana do'stlar, menda bu o'xshadi. Juda ham yaxshi. Ani endi men bu yoqqa kirishim kerak. Uyga ichkarisiga tomonga keyin qishloqni tezroq qutqarishim kerak deb yoqqa qarab turibman. Qani tezroq kiraylik, o'zim botgan ekan. Qanaqa sakrayman endi. Mayli, sakrayman sirasiz katta bo'laman keyin. Davay ana o'xshadi menda. Obbo do'stlar, men sandiqlarni qaraylik. Men zamokdan kirganimdan qoyil qoldim do'stlar. Obbo men zamoklarni qaraylik, men sandiqlarni normal kichkina bo'lib kirib olamiz. Xullas do'stlar, nimaga dosklarni sindirib, bunaqa dosklarni sindirib kirmadinglar desanglar, nimaga? Chunki privat qilib qo'ygan uyni, hech kim kirmasligi uchun uyini qulflab qo'ygan desam bo'ladi. Qishloqqa cho'ta o'tdi, qishloq ko'rinmayapti, to'g'risini aytsam. Nima meni aldashdi endi. Bekor shuncha harakat qildim men, tushunmadim. Nima? Kimdir bosh ko'rinyapti aytdi. Nima qishloqni? Qishloqqa yaxshimisan? Tezroq tushib olish kerak bu yoqqa. Obbo qishloqqa, davay bu yoqqa tushib olamiz. Imam kalvatni biz tashlashim kerak. Nima bo'ldi desanga, hammasi yaxshimi? Ham kalvatni biz tashlaymiz do'stlar, davay. Namcha og'ir bu kalvat. Qishloqqa yaxshimisan? Javob bermayapti. Ana nimadir gapiryapti. Dmitriy ekan. Davay men bloklarni olib chiqasiz kerak. Davay qishloqqa tura qol. Nima bo'ldi? Skabot samisan? Hamma qishloqqa tezroq tura qolgan bo'tda. Qatta mama kabot tushunmadim. Sen o'zingni uyindasan, qanaqadir qilib tushib ketibsan, bilmadim. Davay tepaga chiqib olaylik, birinchi bo'lib keyinroq gaplashamiz. Kapot rostrab. Voy rahmat kapot, sen meni qutqardingmi? Ha, qishloqqa men seni qutqardim. Qanaqa qilib bu yoqqa tushib ketding, bilmadim men o'zim ham. Ha, kapot oxir kalovat ko'tarib o'tdim. Uyim buzilib ketdi, pastga tushib ketdi. Ha, shunaqa degan buzilib ketdi deysanmi? Uyingda juda ham turish xavfli bilasanmi? O'sha uchun men ta'minlashga berib o'tiribdi. Hamma narsani olib chiqib edim, paq tushib ketdi. Xullas kalavatim yerga tushib ketdi, kapot og'irligidan ko'tara olmadim. Ha, yaxshi qishloqqa. Hammasi yaxshimi? Tez yordam chaqirish kerak emasmi? Yo'q, kapot, men yaxshi og'aslari yaxshi. Sut qolman, o'zim bahs qolman. Mayli, qishloqqa bu yoqqa ham chiqib oldik. Tushunarli, o'zingni uyingni ta'minlamoqchi narsalar olib chiqayotganingda kalavat pastga tushib ketdimi, o'zingni yopib qo'ydimi keyin? Keyin ichkariga olmadim, kapot ishonga. Tushunarli, qishloqqa politsiyga ham chaqirdim, eshik ochadigan ham chaqirdim, yordam bermadi. Xullas, qanaqa qilib o'zim yoqqa kirdim. Zamog'oz qo'ydim. Sen zamog'oz qo'yuvmiding hali? Hech kim kirmasdi, o'z qo'yuvdim. Mana bu narsalar bor-ku, kichkina bo'lgan shotdan kirdim, mashinadan kirdim, zamog' ichidan kirdim. Kichkina bo'ladigan konfeti bor-ku. Nima qanaqa buni o'ylab topdim, kichkina bo'lgan konfetani. Qishloqdan olib turdim deb, bo'pti, hammasi yaxshi bo'lsa yaxshi. Rahmat, kapot, juda ham katta rahmat. Qishloqqa bo'pti, bo'lmasa. Xullas do'stlar, biz bugun kichkina bo'lib zamog'da kirdik, oq qishloqni qutqardik. Uyi eskirib ketgan ko'rasizlarmi? Like bosishni, obuna bo'lishni unutmang. Keyingi joyda kuzatishga davom etinglar. Sog' bo'linglar.